Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatda yuribdim. Urganch shahrining markazida 4 qavatli binomiz 3-katında 2 xonali kvartiramiz ayrim jihozlar bilan sotuvga chiqqan. Turgan yerimiz lokatsiyamiz Obul Gazning chorrahasi obunachilar. Bola o'yingohlari avtopark ko'chalarni keng tushgan. Umumiy kvadrati 44 metr kvadratdan tashkil topgan. Sechallar bilan tomosha qilsangiz, hurmatli obunachilar. Ketdik. Yana hurmatli mijozlar, kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, 4 qavatli binomizning 3-katında 44 metr kvadrat 2 xonali kvartir ayrim jihozlar bilan sotuvga. Lokatsiya Gayzlara. Görüşürüz mümkün. Kanalımızda yangi bo'lsang, like, istan chiqmasa bo'lmasalar. Mehmonxonamiz uyg'oqliq qo'yilgan. Yopiq balkonimiz boy 280 a 180 razmerda bo'lmasalar. Yana görüşürüz mümkün. Nahpola 52 lampcham chiqadi. Bu spalniy konditsionerlar bor. Bu yerda kompleks spalniy garniturlar qo'yilib o'tilgan yo'q. Fon, katta shkaf, bu tomonimizda mana bolalar o'yingohlari, avtoparkovga ega. Lokatsiyasiga gap bo'lishi mumkin obunachilarimiz. Asosiy liniyamiz 7 marshrutkamiz bor. Son modellarimiz ham akkuratniy plastik, mumtoz o'zgargan vannamiz, rakonamiz bor, yangi. Oshxonamizda ham sharoitlari bor deydi. Ajoyib holatligini joylashgan, qizil set kuxunyalar, gaz plitami, bir de kir majini joylashgan. Narxini aytsak, hurmatli obunachilar, narxi 330 milyon so'm. Bemalol bog'lanadi. Nominal setaman 88 530 milyon chiqasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.